Mashinalar narxi arzon bo'lib ketishi mumkin ekan. Shu rostmi? Shu rost. Hozir o'zi ancha arzon bo'lib qoldi. Bundan keyin yanada arzonlab boraveradi. Sababi O'zbekistonda endi raqobat boshlanyapti. Mana yaqinda xabarlaring bo'lsa, JAKT zavodi ochildi, katta zavod. U yerda ham avtomobillar ishlab chiqariladi. Undan tashqari ADM Jizzax ochilgan. Multi brend, har xil brendlarda mashinalar ishlab chiqariladi. Undan tashqari BYDniki ochilgan, Kia'niki ochilgan. Xullas, bitta GM emas, hozir hamma kompaniyalar o'zini zavodini O'zbekistonda ochyapti, ishlab chiqarish kuchayyapti. Raqobat bor joyda narx o'z-o'zidan pasayadi. Oldin bilsalaring, odamlarning o'zi ham GMdan mashinani minmasa ham olib qo'yib turib va qimmatroqqa sotish shunaqa ishlari bor edi. Mahallamizdagi boy insonlar shunaqa ish bilan shug'ullanardi. O'sha hisobiga ham u paytda dvoyni qimmat bo'lib ketardi. Hozir shunaqa narsalar yo'q. Endi bundan buyog'iga mashinalarning narxi bosqichma-bosqich tushib boradi. Bu yo'q elektromobillarga ham olib kirishga yengilliklar kiritilyapti. Bu degani bundan buyog'iga borgan sari mashinalarning narxi, qadri pasayib boradi o'rtoqlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, menga like bosib qo'ying. Bu videoni do'stlaringizga yuborib, menga obuna bo'lib qo'ysangiz, sveji yangiliklardan joy-joyida xabardor bo'lib turasiz.